Ko'pgina tadbirkorlar yig'ilgan mehmondo'st xalqiga ega bo'lgan joy qayerdaligini bilasizmi? Bu albatta Qo'qon. Shunday joyda yashashni kim ham xohlamaydi? Bunday go'shadan yaxshi uylar topishni bizga qo'yib beraverasiz. Shu kanalimiz orqali xilma-xil takliflarni berib boryapmiz. Obuna bo'lgansiz-a? Mana bugungi xonadonni ko'ring. Atrofida hayotingizni yengil va qulay bo'lishiga sababchi bo'ladigan hamma sharoitlari mavjud ekan. Ya'ni bog'cha, maktab, litsey, universitet, bozorcha-yu savdo markazlariga yaqin ekan, sentralniy zonada joylashgan. Uyni esa kanalga qo'yishimiz bilan tezda sotilib ketadigan, talab katta bo'lgan ikkinchi qavatda joylashgan, 78 metr kvadrat maydonni egallagan 3 xonadan iborat. Gaz, svet, suv, kanalizatsiyada muammo yo'q. Isish uchun konditsioner va gazdan foydalaniladi. Remontlari bir yaxshi, ichidagilar ham chiqib ketar ekan. Narxini esa 40 ming kami bor deyishmoqda. Ekranda nomerlari berilgan. Bog'lansangiz yo'lida qilib berishlarini aytishmoqda. Manzil esa Qo'qon shahar Navoiy bozorchasi yaqinida joylashgan. Yashash uchun lokatsiyasi yaxshi joy qidirayotgan tanishlarga videoni yuborib qo'ying.